jangovar tartib ilgari 5 qismdan iborat bo'lgan. Klassik 5 qism bo'lganda, arablarda ham, makedonsiyda, Yuliy Sezarda ham 5 qismdan iborat bo'lganda. Lekin mana shu 5 dan 7 taga aylantirilgan sohibqiron bo'ladilar. Harbiylar tili turkiy tili edi. Adabiyot tili fors tili edi. Va e'tiqod tili bu arab tili edi. Nimaga biz shu o'zimizni sof turkiy so'zimizni Amir Temur qo'llagan atamalarni shu bugungacha qabul qilmayapmiz? Iskandar nima uchun bu yerga keldi? Boshqa boradigan joy yo'qmidi? Tariximiz o'zi buyuk bo'lganda, birinchi renessans biz yaratdik, ikkinchi renessans ham biz yaratdik, endi uchinchisini quramiz deyapmiz. Bizni o'sha zaminimizdan Xitoyga borib, keyinroq o'sha Xitoy armiyasining bosh qo'mondoni bo'lib xizmat qilgan qahramonlar bor. Generallar Singun deyiladi. Bugun ona vatanimizni qo'riqlayotgan posbonlar bor. Uning chegaralarini mustahkam, ishonchli qo'riqlaydi. Ona tilimizni ham qo'riqchilari bormi? Domla o'zi kayfiyat qanday? Harbiylar aytadi, jangovar, vayovoy deydi o'shanaqa. Sizda qanday? Kayfiyat yaxshimi? Yaxshi. Men uzr so'rayman. Ishora qilishyapti, ko'rsatuv boshlaymiz deyapti. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli mehmonlar. Sizlar bilan qarorgohda diydor ko'rishib turganimizdan g'oyat mamnunmiz va bugungi mashvaratimizda jamiyatimiz hayotda qariyb an'ana shakliga aylanib qolgan bir qoidani buzmoqchimiz. Ya'ni odatda biz o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan sana arafasida ko'proq ona tilimizning nufuzi, mavqei haqida suhbatlar quramiz, tadbirlar o'tkazamiz. Lekin bugun biz hech bir sanaga bog'lamagan holda o'zbek tilining nufuzi, harbiy soha va o'zbek tili siyosatining uyg'unligi, xususan harbiy atamalarni milliylashtirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va ayni paytda soha oldida turgan dolzarb masalalar xususida bir fikrlashib olmoqchimiz. Domla sizni bejiz taklif qilganimiz yo'q. Ko'pchilikning menimcha yaxshi xabari bor. O'zbek harbiy terminologiyasi haqida gap ketganda hali qudratli Sovet imperiyasi hukm surib turgan bir paytda, aytish joiz bo'lsa, o'sha qilichini yalang'ochlab turgan bir paytda, ya'ni 1981-yilda e'tibor qiling, 1981-yilda ustoz o'zbek harbiy atamashunosligi bo'yicha nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Endi aytish mumkinki, bu o'sha davr nuqtai nazaridan qahramonlik edi. Shunday. Domla o'z-o'zidan savol tug'iladi. Mana shunday bir ayanchli og'ir davrda bu mavzuga murojaat qilishingiz sababi nima edi? Shu maktabda o'qib yurgan chog'imda harbiy bo'laman degan bir orzuyim bor edi. Keyin maktabni tugatgandan so'ng men Irkutskga ketdim. Bu yerda harbiy injenerlik bilim yurti bor ekan. Endi imtihonlarni hammasini topshirdik, lekin mandatda 1 ball yetmadi o'sha. Bu nechinchi yillar endi domla? 1966-yilda men kirganman. Zilzila bo'lgan payt. Ayni o'sha yil. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Bu mavzu qanday sizni qiziqtirdi? Endi amalga oshmadi-yu. Harbiy bo'la olmadim, lekin qalbimda bor edi. Demak, shu sohada juda bo'lmasa bir ilmiy ish qilishim kerak. Keyin men 77-yilda aspiranturaga yuborishdi meni. Aspiranturaga borganda u yerda akademik Erkinch Fozilov degan odamning bo'limiga tushdim. O'sha yerda uka sen nimaga qiziqsan dedilar. Men aytdim, harbiy sohaga dedi, bo'lmasa harbiy terminologiya bo'yicha ishisan dedilar. O'sha domlaga ham va sizni Irkutskda o'sha harbiy oliy bilim yurtiga o'qishga kirolmay qolganingizni ham bir fanimiz uchun katta yutuq bo'lgan ekan deb hisoblayman. Hamma ishini xayrli tomoni bo'ladi-da. Men nimaga boya Sovet davrida bu ilmiy ishni qilish qahramonlik deb ta'kidladim? Men sizni yaqinda o'sha ilmiy ishingiz asosida chop etilgan monografiyangizni o'qidim-da. Qarang, o'sha paytda ustoz nima deb yozgan? Harbiy leksika o'zbek tilining eng qadimiy qatlamlaridan bo'lib, rivojlanish tarixining barcha bosqichlarida ishlatib kelingan. Endi buning uchun katta jasorat va yurak kerak edi. Endi agar uni dissertatsiyani bir ko'radigan bo'lsangiz, 7-asrdan 19-asrga oid bo'lgan shu o'zbek harbiy terminologiyasining dinamikasini ochib berishga to'g'ri keldi. Endi 7-bilasiz 9-asrlarda uzr, o'sha paytda ilmiy kengash tomonidan qanday qabul qilindi? Ilmiy kengash tomonidan yaxshi qabul qilindi. Lekin bitta lekinni aytib qo'yishim kerak. Mana shu mavzu doirasiga oid bo'lgan maqolalarni chopish juda qiyin bo'lib kechdi.
bir amaliyotga joriy qilish ham juda qiyin bo'lgan. kechdi. Fan va turmush jurnaliga olib boruvdim. Men mashhur bir olim, akademik shu kishi aytdilar-da. Menga ikkinchi aytdi. Bu tinchlik paytda nima kerak bor urush mavzusini ko'tarish degan fikrlar bo'lganda, bilasizmi? Lekin baribir maqola yosh kuchda chiqib ketdi. Bilasiz, bizni Turkiya xalqi juda jangovar xalq bo'lganda, 70da. Juda ham. Juda. O'sha bu hatto o'sha antik davr Yunon adabiyotlarida manbalarda, Gerodotlarda, boshqa hammasida bor turibdi-da. Endi tariximiz juda bizni turfa bo'lgan, rang-barang bo'lganda, terminologiyani tizimlari ko'p. Lekin mana shu terminal tizimning ichida eng qadimgisi harbiy terminologiyada. Xuddi shunday. Mana shu harbiy terminologiyani qadimgi Yunon tarixchilarining asarlarida ham men o'qiganman. Bu yovqur xalq otning ustida turib ham teskariga qarab kamondan o'qni nishonga aniq uradi degan. Turkiyalar o'ylab topgan usul bu. Boshqa xalqlarda bunaqa usul bo'lgan emas. Chunki temirni biz birinchi bo'lib ixtiro qildik-da. Temirni eritib, undan qurol yasagan turkiyalar bo'ladi-da. Turkiy degani bizning ajdodlarimiz, bobokallarimiz. O'sha sizga to'g'ri aytyapsiz. Mana otni chopib ketgan paytda sal ko'tarildi, egardan ikki oy uzangda turibdi. Qo'lida yoy bilan orqada kelibgan yog'iyni o'sha bilan urib aqdiradi. Bu o'ziga xos bir uslub. Boshqa xalqlarda bu yo'q edi bu. Yaqinda bir suhbat o'qib qoldi. Shu mavzuga bevosita daxldor. Bizni merganlarimiz mana ketma-ket 3-yil dunyoda birinchi o'rinda olib kelyapti xalqaro musobaqalarda. Shunday, oxirgi. Keyin suhbat davomida shunaqa savol bo'ldi. Bu qanday yoki sizlarning merganlaring alohida shu tadbir uchun tayyorgarlik ko'radimi deb. Men aytdimki, sizlar eng qadimgi Xitoy manbalarini o'qinglar, Rum manbalarini o'qinglar, bizni yozma manbalarni o'qinglar, dostonlarimizni o'qinglar. Ular hammasida bu xalq qadimdan mergan bo'lgan. O'sha Alpomishda haligi 1000 qadamdan tilla pulni urganni topish anaqa shart ham bejiz emas. O'zingdan o'tkazish kerak, teshigini o'tkazish kerak urib. Bu bizni qonimizda bor merganlik. Qadimdan shu an'ana saqlanib qolgan va bugun ham bu g'oliblikni qo'lga kiritishimiz bejiz emas dedik. Abduqodir aka, mana hozirgi fikrimga qo'shilasizmi? Qonimizda borligi bu haqiqat. Chunki mana shu oxirgi 2025-yildagi musobaqani olib qarang. Misol, o'zi men merganlik sportida, Olimpiada o'yinlarida ham aynan Janubiy Koreyalik sportchilar har doim eng oldingi o'rinda turadi. Eng oldingi o'rinda turadi. Lekin mana shu sportda aynan Janubiy Koreyaning o'zida bo'lgan aynan harbiylar o'rtasidagi musobaqada bu yili merganlik sporti bo'yicha katta maktab yaratgan koreyslarni o'zini ortda qoldirib, haqiqatan ham birinchi o'rinda olib keldi-da. Bu o'sha boya aytib o'tganingizdek, qonda bizda o'sha ajdodlarimizdan qolgan nima deydi? An'ana, o'sha genetik fondimizni bir natijasi deyishimiz ham mumkin-da. Domla, bugun kundalik hayotimizda ko'p ishlatadigan so'zlarimiz bor-da, mana alp deymiz, botir deymiz, o'g'lon deymiz. Bu so'zlar o'z davrida harbiy unvonlar bo'lgan ekan. Mana biz o'sha Alpomish dostonida ham Hakimbekni alp darajasiga yetguncha qancha sinovlardan o'tganligini ko'rganmiz-da. Umuman bizning harbiy terminologiyamizga murojaat qiladigan bo'lsak, bu eng qadimgi yozma yodgorliklarda, jumladan 6-8-asrga doir manbalarda uchrar ekan. O'sha Kultegin obidalarida o'z ifodasini topgan. Keling, dastlab mana shu davr harbiy atamashunosligi haqida bir fikr yuritsak. Bugungi kungacha mana turk dunyosiga oid bo'lgan manbalarning eng qadimisi hozircha topilganlari shu 6-10 asrlar deb atalyapti-da. Endi bularning nomini ko'pchilik biladi. Bu O'rxon, Enisa bitik toshlari yoki bo'lmasam run yozuvlari deb ataladi. Bitiklarda endi bular. Ya'ni ular yozilgani uchun bitilganda o'sha bevosita Kultegin mana tilga oldingiz. Uning og'alari Mo'g'ulon, ya'ni Belga Xoqonga o'xshagan 10 kun bitik toshi, To'niq bito. Endi biz bitik toshning juda soni ko'p. Mana shularning aksariyati haligi o'sha bitikchilar tomonidan, ya'ni shu bevosita bugungi kunda uni yozuvchi deymiz-ku, u paytda bitmoq fe'lidan hosil qilingan bitikchi bo'lganda, ular qo'llariga iskanani olib, o'sha iskana bilan demak toshga o'yiganda ular. Shuning uchun ular bitik toshlar deb yuritiladi-da. Endi mana shu masalan o'sha davr manbalarida qanday biz harbiy atamalarni ko'rishimiz mumkin? Bugungacha yetib kelgan. Endi bu bilasiz, u davrni o'ziga xos bo'lgan alifbosi bo'lgan, turk yozuvi deb ataladi yoki run yozuvi deb ataladi-da. Endi bugungi davrda run yozuvini bizning O'zbekistonda o'qiydigan odamlar sanoqli bizda. Endi bu yozuvlarni haqiqatda tan olish kerak, Yevropa olimlari kashf etgan.
G'arbiy Yevropadan kelgan Tomsonga o'xshagan, Radlovga o'xshaganlar ko'pdan ko'p olimlar uni kashf etgandan so'ng endi bu bitik toshlar hozirgi kunda asosan Mo'g'ulistonning O'rxon degan daryosi bor. O'sha daryoni bo'yida ular joylashgan. Hozir ular Yaqinda bir guruh hamkasblarimiz borib Borib o'sha kelishdi. toshlarni Shunday. suratga olib keldi. u hozir ularni Sof holda turibdi. turibdi, ularni ko'pchiligi konservatsiya qilyapti. Ustilari turli quyosh nuridan, shamoldan baribir yillar Albatta, o'tyapti, asrash zamonlar kerak o'tyapti, manbalarni. ular ta'siri bo'ladi. Mana shuni asrash uchun sizlarni ular hozir konservatsiya qilyapti. Qarang, siz hozir Mudofaa vazirligi tizimida faoliyat ko'rsatyapsiz. Aytingchi, bugun o'sha 6-8 asrga daxldor bo'lgan qanday atamalarimiz bugun bizni harbiy atamashunosligimizda mavjud yoki qo'llanilmoqda? Turkiy xalqlarni davlatchiligini eng yuqori darajaga ko'targan o'sha buyuk turk xoqonligi davriga oid atamalarni uchratmaymiz, afsuski. Sababi nimada? Buni sababi ko'proq baribir o'sha mustamlakachilik davri bilan bog'liq. Aynan o'sha 16-asrdan keyin davlatchilikdagi orqaga ketish, aynan harbiy an'analarning orqada qolishi va buning natijasida jahon harbiy ilm fanida o'z-o'zidan taraqqiy etgan davlatlar yuqori o'ringa chiqdi. Xohlaymizmi, ular yaratgan texnologiyalar bizda armiyalarga ham kirib kela boshladi. Hatto mana shu 18-asrdagi Buxoro amirligini armiyasidagi o'sha tartib qoidalarni yaratilishi bo'yicha biz nizomda o'rganganimizda ko'rdikki, hali mustamlaka holatida, endi yarim mustamlaka holatida bo'lsa ham asosan o'sha ruscha harbiy atamalar qo'llanilganligini guvohi bo'ldikda. Demak, o'z-o'zidan qaysi davlat yuqori nimaga chiqsa, uni atamalarni kirib kelish nimasi oshib boraverar ekan. Ko'proq bu aynan mana shu mustamlakachilik davri va uning asoratlari tufayli menimcha bugun Xo'p, tushunarli. Demak, birinchi masalamiz mustamlakalik davri. shunday. Yana qaysi? Man ozgina qo'shimcha qilay. Mana savol berdingizki, o'sha qadimgi Rum bitiklarida qo'llangan istilohlari, ya'ni terminlarning muayyan qismi bugungi kunda bormi, yo'qmi degan savol beryapsiz. Albatta bor. Ana o'sha paytda mergan so'zi birinchidan Mo'g'ullardan bizga kirib kelgan. U turkiy so'z emas. U paytda atquvchi degan bo'lgan va o'qchi bo'lgan. O'qchi hozir ishlatyapsiz. Amaliyotda bor, o'qchi deb ishlatyapsiz. Bor-ku hozir. Strilog, to'g'rimi? O'qchini strilogga beryapmiz. Mergan endi bu snayper endi, tushunarli. Endi mana shu merganlikni ham o'ziga xos bo'lgan jihati ovchilik bilan bog'langan, bexosdan. Kelib chiqishi demak. Albatta. Mana Endi sabab harbiy bo'linmalar paydo bo'lgunga qadar ovchilik yaxshi rivojlanganda bizda. Chunki endi o'sha oldin oila paydo bo'ldi, to'g'rimi? Oiladan keyin urug' paydo bo'ldi. Urug'ni nima bilan boqish kerak? O paytda butun mana shu endi bizning hududlarda tabiiy ovchilik bilan boshqa imkoni bo'lmagan. Endi bu bilasiz, turon zamin hayvonlarga juda zich bo'lgan bir hudud bo'lganda, endi qorin to'ydirish kerak, bola chaqa bor. Shuning uchun ovchilik birinchi planga chiqqan o'sha paytda. Ovchilik endi albatta uzoqdan mayli bu turli hayvonlarni ovlash o'ziga xos bo'lgan usullari ham bo'lganda, mana shu haligi ovchilikni keyin sekin harbiyga olib o'tdik. Bundan tashqari haligi geosiyosiy joylashuvimizga ko'ra ham bizga hujumlar ko'p bo'lganda, biz xohlaymizmi yo'qmi, harbiy ilmni rivojlantirishga majbur bo'lganmiz. Chunki sharqda Xitoy, shimol, janub doim bizda xatar, xavf bo'lgan. O'zi nomi aytayaptiki, bu Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo debdi, to'g'rimi? Markaziy Osiyo, O'rta Osiyodan nima o'tgan? Karvon o'tgan-ku, buyuk karvon shu yerdan o'tgan-ku. Endi buyuk karvon bilasiz, endi g'arbdan sharqqa emas, sharqdan g'arbga borgan, keyin g'arbdan sharqqa o'tgan, qaytganda. Shuning uchun bu joy hammani Ohangrobod o'ziga tortavergan. Iskandar nima uchun bu yerga keldi? Boshqa boradigan joy yo'qmidi? Bilardiki, bu yerda juda boyliklar seroq o'ziga xos bo'lgan. Lekin qaysi davr bo'lmasin, ustoz, qaysi davr bo'lmasin, qaysi bosqinchi bo'lmasin, o'sha davr tarixchilari baribir bizning yurtimizda istiqomat qilgan tub aholining harbiylik sohasidagi yutuqlarga qoyil qolgan. O'sha Iskandar Makedonskiyning tarixchilari ham, Mo'g'ul tarixchilari ham, Arablar ham shunday. Arablar ham qoyil qolganda, masalan, o'sha saklarning jang qilganligi. Bular nafaqat o'z hududida, balki o'sha yordam so'ragan qo'shni davlatlarning jangovar nimalarida ishtirok etgan harakatlarida va himoya qilishda alohida qayd etganda, mana shu zamindan kelgan, haligi ayniqsa Yunon tarixchilarining asarlarida ko'p uchraydi. Harbiylar, ular ot ustida yuradigan suvoriylar, juda ham kuchli suvoriylar. Bizda piyodalar bo'lgan emas. Bizda faqat otli askarlar bo'lgan. Piyoda bizda bo'lgan emas.
piyoda asosan mana shu Aleksandr Makedonskiy deyapsiz-ku, Iskandar Zulqarnayn deyishadi. Iskandarning asosiy qo'shini piyodalar bo'lgan. Ularda otliqlar nisbatan kamroq bo'lgan. Endi otliq askarlar, mana Chingizxonning ham qo'shinida asosan otliq askarlar, suvolilar. Chunki mobilda bu. Tez harakat qilmasa bo'lmaydi. Hudud katta. Tez harakat qiladi, bir nechta o'q haligi qurol yarog'dan foydalana oladi. Shunday. Kutilmaganda hujum berish, hujumga o'tish imkoniyati bo'ladi. Endi pistirma degan narsalar bor-da. Bular hammasi mana shu o'ziga xos bo'lgan bu taktika va strategiya qadimdan bizga shakllangan. O'sha mana qadimgi Rum bitkilarida ham o'sha Mo'g'ullarning yoki Kulteginning yurishlari ko'rsatilgan edi. Xitoylar bilan qilingan yurishlar va boshqa demak boshqa urug'lar bilan olib borilgan to'qnashuvlarda hammasida o'ziga xos bo'lgan taktikasi bor ularni. Keyin yana bitta narsa, hozir domla eslab o'tgan o'sha O'rxun tosh bitiklarida xuddi bugungi harbiy chaqiriqlarga o'xshagan matnlar bor-da. Bor. O'sha jangchini ruhini ko'taradigan, uni yurtni himoya qilishga chaqiradigan. Da'vat qiladi-da u, da'vat. Turkiy harbiy an'analar nuqtai nazaridan olib qaraganda bu shunchalik davlatlarni siyosatiga ta'sir qilganki, ularda shunday gap bor. Misol uchun Xitoyga juda ko'p endi turkiylarni kirib kelishi juda ko'p sodir bo'lgan. Ular aytadiki, nima deydi? Ikki turk birlashsa deydi, davlat tuzadi degan tushuncha. Aynan bu o'sha harbiylik nuqtai nazaridan kelib chiqqanda. Aynan har doim agar o'sha Xitoyning o'zida turkiylarga qarshi kurash zarurati bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda turkiylarni o'zidan nimadir o'rganishga harakat qilganki, masalan, aynan o'zi bizni hududdan borib o'sha 7-asrlarda bir necha o'sha yirik Xitoy sarkardalari bo'lganlar ham aslida shu turkiylarni o'zidan chiqqanligi haqida aniq tarixiy faktlar bor bugungi kunda. Tonyukov o'sha yerda Pekinga borib, bu yerda ilm olgan. Tonyukov. Keyin qaytib kelib, Xoqonning yonida harbiy vazir vazifasida ishlagan. Shunaqa bo'lgan. Keyin xuddi shu narsa keyin arab xalifaligida ham kuzatilgan. Arab xalifalari aynan Bag'dodga ko'chgandan keyin Bag'doddagi o'sha xalifaning asosiy xos navkari asosan turkiy qabilalaridan bo'lgan. Hatto men bir manbada o'qidim, bizni o'sha zaminimizdan Xitoyga borib, keyinroq o'sha Xitoy armiyasining bosh qo'mondoni bo'lib xizmat qilgan qahramonlar bor. General bilan Singun deydilar Xitoyda. Singunlar. Keyin katta bir sulolaga ham asos solingan ekan. Ana shuni avlodlar hozir ham Xitoy hududida yashaydi. Ularda hozir nomi to'g'risi yodimdan ko'tarildi. Hali ham hatto o'sha qadrlanadi, o'sha sulola qadrlanadi, sababi harbiy sulola sifatida e'zozlanar ekan. Shunday. Endi bugungi mavzumizning yana bir muhim manbasi bor. Bu bobokalarimiz aytish mumkinki atamashunos Mahmud Qoshg'ariy. U kishining Devoni lug'ati turk asarida juda ko'plab harbiy atamalar ishlatilgan. Biz yaqinda bir manbaga duch keldik. Mana shu Devoni lug'ati turkda im bilsa er o'lmas degan maqolimiz ishlatilgan. Endi im bugungi kunda parol, parol va o'sha lashkar ma'lum bir holatga tushib qolganda o'sha parollar tili bilan gaplashilgan ekanda. Ustoz, keling mana shu Devon lug'ati turk haqida ham gaplashsak. Endi Devon lug'ati turk bu aslida arab tilida yozilgan. Bu arablar uchun bitilgan, tuzilgan asarda bu. Endi biz lug'at deymiz, aslida lug'at emas u. Ensiklopediya asar. Juda katta ahamiyatga molik bo'lgan bir o'sha uning yozilish sanasi 1074-1076 Qoraxoniylarni davriga to'g'ri keladi. Endi bu yerda olib borilgan tadqiqotlar 9000 dan ortiq leksik birliklar borligini, ya'ni so'zlar va ularga arabcha izoh berilgan. So'zlar turkiy, bu yerda arabiy, forsiy so'zlar deyarli yo'q. Chunki aytyapman, bu asar arablar uchun, forsiylar uchun tuzilganda, turklar uchun tuzilgan emas. Shu 9000 dan ortiq demak so'zning ichida muayyan qismi terminologiya tashkil qiladi. O'sha davrga oid mana bu yerda matematika bilan bog'liq bo'lgan yoki geodeza, geometriya bilan bog'liq, trigonometriya bilan bog'liq bo'lgan terminlar yo'q. Lekin bevosita delik ilmi nujum bilan bog'liq bo'lgan. Astrologiya, astronomiya deymiz-ku. Va boshqa madan, mana bevosita madan bor. Geologiya bugungi o'rganyapti, yer ostidan chiqib turli qazilmalar, boyliklar, ular ham juda, ayniqsa keyin hayvonot dunyosi, o'simlik dunyosi va uning ichida harbiy terminologiya. Harbiy terminologiya bevosita Qoraxoniylarning demak qo'shinida u yerda endi suv ketyapti. Suv degan termin ishlatilgan.
yonida cherik ham ishlatilgan. Qo'shi degan so'z keyingi davr, mo'g'ullarni davridagi bizga kirib keldi. suv deb asosan lashkarga nisbatan Suv dedi. Yumshoq talab qilinadi. Suv bo'lsa va'da bo'lib qoladi. Qattiq talab etsa, suv yumshoq qilsangiz lashkar paydo degan ma'noni beradi bu. Rum bitiklarida men uni ham o'rgandim. Mana shu mavjud bo'lgan manbalarda ikki joydagina cherikni ko'rdim. Qolgani hammasi suv. Ani suv boshi ham o'shandan kelib chiqqanda, ya'ni suv boshi deydi. Yusuf Hozirg'ochi bu lashkar boshi sarkarda degan ma'noni beradi. Devonda mavjud bo'lgan terminlarning aksariyati o'sha davrdagi turli dinli qurol-yarog' nomlari, hatto taktik amaliyotlar bilan bog'liq bo'lgan va jang olib borish usullari haqida gap ketganda bu yerda. Masalan, shu manbadan qaysi biz terminlarni hozir qayd etib o'tishimiz mumkin? Endi bularning ichida deylik mana badraq degan so'z bor. Ya'ni bayroq degan. Mana bayroq, badraq deb beradi yoki mana im dedingiz, mana parol bu. Im ya'ni bilsa o'lmas degan, haqiqatda endi jangga ketayotgan paytda albatta parol beriladi. Bir ikkita tomonga ikkita parol beradi. Bitta mana Bobur ham yozyaptilar Boburnomda. Bobur endi O'ron deb O'ron deb beradi. Biriga deydi Sayram deb beruvdi, ikkinchisiga deydi Toshkent deb berdi deydi. Keyin ikkalasi uchrashgan paytda bittasi shoshib qoluvdi, Toshkent u ham Toshkent bordi deydi. Shunday jang boshlanib ketdi deydi. Qarang-da. Qo'shin tarqab ketdi. Qo'shin tarqab. Shunday bir palaparchikka ham olib kelish mumkin-da. Endi bu yerda yoriq degan ma'no so'zlar bor masalan. Ya'ni do'stbek deymiz-ku, zirh. Paytda zirh arablar keyin kirib keldi bizda. Yoki yashiq deydi. Ya'ni boshga kiyilgan dubulg'a. Bunaqa so'z juda ham ko'p. Men o'sha afsuski bugun men lug'atimni olib kelsam bo'lar ekan. Lug'atda bular hammasimiz berganmiz. Lekin nomzod dissertatsiya bilan o'zini aksini topgan. Lekin shu o'rinda bitta qiziq savol tug'ilib qoldi, Abduqodir. Mana Devoni lug'at turkda im deb biz parolni tushunyapmiz. Lekin yaqinda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi atamalar komissiyasi parol so'zini O'ron deb qabul qildi. Shu borada siz munosabatingizni bilmoqchiman. O'rondan ko'ra im olingani maqsad. O'zi imo ishora degani mana. Nima menga imlayapsan deydi-yu ba'zan. O'shanni bizga ketib kelganda bu so'z. Hozir ham iste'molda bor-da. O'ron nisbatan O'ron faqat asosan Boburnomada bor-da. Boburnomada lug'atlarda bor. Im qadimiy so'z endi. Endi im deganda endi masalan haligi jamiyatni qabul qilish ham muhimda. Masalan, men hozir O'ronni juda ham tez qabul qila oldi deb ayta olmayman. Mana qo'mondonni juda tez qabul qildik. Hattoki bir ko'ngilga yaqin qabul qildik-da. Agar im bo'lganda tezroq qabul qilarmidik degan bir anaqa ham bor-da qarashlar. Shunday. Aynan shu masalada o'sha yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, 2009-yildan boshlab aynan o'sha prezident qarori bo'yicha Bevosita Fanlar akademiyasi negizida aynan o'sha atamashunoslik bo'yicha komissiya tuzilgan bo'lsa, unda har bir vazirlikdan ham u ichki komissiyalar tuzildi. Jumladan shaxsan meni o'zim ham yana Mudofaa vazirligining o'sha atamalar ishchi guruh tarkibida ishladik. Shu jarayonda biz 75 ga yaqin atamalarni muqobil variantini taqdim etdik. Ana shu jarayonda o'sha atamalarni qanday qilib o'sha hozir chetdan o'zlashgan ko'proq o'sha Sovet davrida yoki o'sha Chor Rossiyasi paytida kirib kelgan nimalarni o'rniga qanday milliy o'sha tarixiy atamalarimizni kiritishimiz mumkin degan masala qo'yilganda biz ko'p variantlar taqdim etdik, to'g'risi, lekin qabul qilish baribir komissiyani ixtiyorida bo'ldi va shu uchun hozir biz aynan nima uchun bu qabul qilinganligi haqida aniq xulosa ayta olmaymiz, lekin aslida haqiqatan ham sifatida Boburnomi olingan, u tabiiy. Departament shu yerda alohida terminologiya sho'basi bor. Departament qoshida o'shalarni bu taklif o'rolmaydi. Lekin bu faqat Devon lug'ati turkda emas, balki o'sha paytdagi dostonlarda ham bor-da. Mana Alpomishda ham bor, imladi, o'sha imlab chaqirdi degan ma'noda ishlatilgan nimalar bor. Mayli, buni albatta atamalar komissiyasi o'zini asoslari bilan asoslagan deb hisoblaymiz. Endi harbiy hayot, jang san'ati, umuman harbiy atamashunoslik borasida biz Amir Temurning Temur tuzuklari asarini ham juda bir yirik manba sifatida qabul qilamiz, chunki bu asarda garchi avtobiografik xarakterdagi asar bo'lsa ham, bunda o'sha davlat boshqaruviga, jamiyat hayotiga, shu bilan birgalikda lashkar hayotiga daxldor bo'lgan juda ko'p atamalar ishlatilgan. Va siz yuqorida to'g'ri ta'kidladingiz, bu atamalar juda ko'pchiligi bugungi kunda ham qo'llanilmoqda. Mana qo'shin misol uchun va shunga o'xshash atamalar bugun bizning harbiy atamashunosligimizga ham kirib keldi. Mana aytishimiz mumkin, o'sha
nayza, qalqon, o'q masalan va buni ko'p davom ettirish mumkin. Qo'mondon dedik, sipoh, hozir shaxmat taxtalariga nisbatan ishlatyapmiz. Lashkarni ko'proq ishlatamiz. Navkar endi bizga juda yaqin so'z. Mana shu asar Temur tuzuklari va undagi harbiy atamalar haqida ham bir fikr yuritsak. Endi Temur tuzuklari bu o'sha Hazrat Sohibqiron tomonidan davlat boshqaruvi qanday bo'lishi kerak, qo'shinning tuzilishi qanday bo'lishi kerak, qo'shin mana yurishga ketayotgan chog'da nima bilan ta'minlanishi kerak va mana shu olib borilayotgan harakatlarda sarkardalarning roli qanday bo'lishi kerak degan ko'pgina savollarga javob borda endi bu yerda. Albatta tuzuk bilan bog'liq fikrlar juda ham ko'p etilgan. Harbiylarning hammasi mana Temurbeklar maktabi bo'ladimi, bilim yurtlarimi, akademiyada tuzuk juda yaxshi o'rganilyapti. Endi mana shu tuzuklarda qo'llangan atamalar, ya'ni istilohlarning juda katta qismi Amir Temur Hazratning tarixiga oid bo'lgan manbalarda turibdi-da. Endi bilasiz, mana Amir Temur Hazratning tarixiga oid bo'lgan manbalar asosan fors, tojik tilida bitilgan. Ustoz, uzr, shu yerda bitta axborot berib o'tay. Islom sivilizatsiya markazi hozir Temur va Temuriylar davriga bag'ishlangan juda katta bir bo'lim tashkil qildi. O'sha joyga borganimizda juda ko'p hujjatlarda asl nusxasini ko'rdik. Xodim bitta qiziq manba aytdiki, Temur tuzuklari asli turkiy tilda yozilgan. Keyin Boburiylar davrida Boburiylarning ajdodlari uni forsiyga o'girgan, o'sha amaliyotda qo'llash uchun, bu asardan foydalanish uchun turkiy tildagi asl nusxalar yo'qolib ketgan. Undan keyin forsiydan biz yana turkiyga qaytib tarjima qildik degan. Bu haqiqat. Shunday fikr bor. Endi bu mana shu Turkiyada borligini professor Haydarbek Bobobekov degan katta bir olim bor, tarixchi. Shu odamning qo'lida bor deb eshitdim. Aytdilar-da, men shuni hatto nashr qildim dedilar, lekin hali o'rganim yo'q. Fors tiliga tarjima qilingan narsalar juda ham ko'p. Lekin bevosita fors tilida yozilgan manbalar ham yo'q emas-da. Temur hazratlarining tarixi mana birinchi bo'lib Nizomiddin Shomiyning zafarnomasida. Ana undan keyin Sharafiddin Aliyazning zafarnomasida. Ikkita zafarnoma ham fors tojik tilida bitilganda. Endi bitta arab tilida yozilgan ish ham bor, endi tarix bor, bu ham bo'lsa hammamiz yaxshi biladigan Evan Araxshoqning asari. Turkiyada yo'q, afsuski yo'q-da. Balkim saqlanib qolmagan. Endi qo'lyozmalar bilasiz bo'lishi mumkin, lekin endi bizda turli o'zaro jangu jadallar kechdi. Ayniqsa uch xonlikning davrida Buxoro amirligi, Xiva xonligi, endi qancha bosqinlar bo'lgan. Endi dashtdan kelgan, bilasiz, endi bosqin ham bo'ldi, ma'lum bir davr. Shu paytda yo'q bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin. Lekin ustoz, bizni xalqimizni zakosiga qoyil qolish kerak. Mana shu har bir bosqin o'sha Makedonskidan boshlab Mo'g'ullar deymiz, arablar deymiz, hattoki ruslargacha kim bizni zaminimizga bostirib kelgan bo'lsa, eng avvalo bizning eng qimmatli manbalarimizni, kitoblarimizni, qo'lyozmalarimizni yoqqanda va xalq qarang qanchalik zakosi kuchliki, shu bilimni, shu manbani kelgusi avlodga yetkazish uchun yangi bir vositani ixtiro qilishgan. Bu endi biz baxshichilik deymiz-da. Bu baxshilar katta dostonlarni avloddan avlodga yodda aytib olib o'tgan. Qarib 1000 yillar davomida shu davrgacha bu dostonlar 1000 yildan ziyod davrda o'taverganda, og'izdan og'izga, tildan tilga o'tavergan. Albatta, Temur tuzuklarida eng ko'p haqiqatan ham atamalar, aynan masalan bugungi kun demak milliy armiyamizdagi qo'shin tuzilishi bilan bog'laydigan bo'lsak ham o'xshash jihatlar juda ko'pda. Aynan biz bu masalada o'sha bergan takliflarimizda ham bor edi. Misol o'sha eng ko'p ishlatiladi, demak qo'shin tuzilishida Amir Temurda 10 boshi, demak 50 boshi, 100 boshi, 1000 boshi va demak tumanbek. Xuddi shu shaklda, misol uchun mana bugungi kunda olib qaraydigan bo'lsak, bizda nima bor? Guruh bor. Guruhdan keyin vзвод, vзводdan keyin demak batalyon, batalyondan keyin brigada. Qo'shin tuzilishi. Shu savolni men keyinroq bermoqchi edim, lekin baribir mavzu ochilib qoldi. Nimaga biz shu o'zimizni sof turkiy so'zimizni Amir Temur qo'llagan atamalarni shu bugungacha qabul qilmayapmiz?
nima uchun, sabab nimada? ana shu narsa bizda ham juda ham qiynaydi. Aynan biz shu narsalarni biz aytdikki, shuni kiritaylik mana aynan shu tartibda. Aynan bizda Temur bobomizni, buyuk sarkardamizni aynan sohibqironda bu an'anasini davom ettirgan bo'lamiz degan takliflarni bildirdikda. Eng qizig'i, Temur tuzuklari butun dunyo harbiy akademiyalarida o'rganiladi-da. Uning jang strategiyalari o'rganiladi. Lekin biz hanuzgacha shu Temur tayyor anaqadan foydalanmayotganimiz qiziqda domla. Endi u yerda yana juda ko'p narsa bor. Temur tuzuklarida bevosita o'sha harbiy sohaga oid bo'lgan ta'minot bilan bog'liq masalalar shunchalik aniq yozib qo'yilganki, misol jangchi qanday paytda qanday rag'batga ega bo'ladi. Misolda o'sha jang. Shuni o'qib beraymi? Joyi kelib qoldi. Amir qildimki, bahodirlarning maoshi 2 ot bahosidan barobar ortiq bo'lsin. Qarang, bahodirlarning juda chiroyli so'zi. Bugun ham qo'llash mumkin. Bahodirlarning maoshi 2 ot bahosidan barobar ortiq bo'lsin. Yuzboshilar maoshi qo'l ostidagi oddiy sipohiylardan 2 barobar ortiq bo'lsin. Adolatni qarang. Yuzboshilarnikidan 3 barobar ziyod bo'lsin. Mingboshlarniki esa yuzboshinikidan 3 barobar ziyod bo'lsin. O'rinlatib bajarilgan shartlari bilan sipohiylardan qaysi biri xatolikka yo'l qo'ysa, qarang, hattoki xatolikka yo'l qo'ysa jazoni qarang. Xatolikka yo'l qo'ysa, maoshidan undan birini kamaytirsin. Jarimada. Ha, jarima. Yana buyurdimki, o'nboshi Amir ul Umaroning tasdig'i bilan, endi amirlarning eng kattasi, tasdig'i bilan, mingboshining tasdig'i bilan, yuzboshining, mingboshining tasdig'i bilan, Amir ul Ulomaning tasdig'i bilan ulufa olsinlar. Endi ulufa bu maosh, ha? Ulufa olsinlar. Amir qildim, darajaga qarab, unvonga qarab beryapti. Oshib ketaveradi. Endi adolatning qanchalik taqsimlanganligini qarang-da. Amir qildimki, Amir ul Ulomaning maoshi o'z qo'l ostidagilardan 10 barobar ortiq bo'lsin. Amir Umarov bu general degan. Generalda. Bosh qo'mondon, oliy emas, bosh qo'mondon. Yaqinda yana bir Beklar begi turkchasi bor. Amir Umarov arabcha izofada endi bu. Yaqinda yana bir manbani o'qib qoldim. Amir Temur o'sha Boyazid bilan jangga yo'lga chiqqanida lashkarning hammasiga 7 yillik maoshini bir paytda to'lab qo'ygan. Xuddi shunday qilgan. To'ppa-to'g'ri. Bu juda katta rol o'ynagan o'sha jangda. Chunki aslida endi uzoq yo'ldan bordi. Yo'l boyagi qiyinchiliklari, nimalar ancha holdan to'ygan bo'lganda. Aksincha ular o'zini hududidan kirib kelyapti va shu bilan birgalikda u faqat o'zini qo'shini emas, u tomondan bir necha bo'linmani Amir Temur qo'shiniga o'tib ketishiga ham bu ham juda katta sabab bo'lgan. Jumladan o'sha Qirim xoni yoki bu yoqda o'sha o'zini qaynisi Lazarevich qo'shinini serb nimasi o'tib ketishida bu juda katta rol o'ynagan. Mana shu katta nimani berilish. Endi jangchi jangga jonini jabborga berib boradi-da. Uning oilasi bor. Qarindosh urug' ota-onasi bor. Endi halok bo'lgandan keyin u ta'minoti bilan shug'ullangan sohibqiron. Hamma shu jang talafot bo'lmaydi-yu. Talab bo'lgan oilalarga juda katta yordamlar, ko'maklar berilgan o'sha paytda. Juda to'g'ri. Mana ustozimiz iste'dodli yozuvchi Xayriddin Sulton aytadi, har bir sohaning bahosi bor. Masalan, kosib o'zining yasagan narsasini bozorga olib chiqadi, uni sotadi va uning bahosi bilan mukofotlanadi. Hatto ustoz ham o'zining bergan ta'limiga yarasha maosh oladi. Lekin harbiylar faqat jonini qo'yadi. Shunday. Qarang, qanday chiroyli ta'rif. Temur tuzuklari asarida keltirilgan harbiy atamalarni domla, men o'ylaymanki, yana bir ko'rib chiqish kerak. Buning mavridi keldi. Terminologiya Amir Temurning davrida juda turfa bo'lgan, rang-barang bo'lganda. Endi bilasiz, bu 800 mingga yaqin askari bo'lgan Hazratda. Bu tarixiy fakt bu. O'sha davrda Hindiston, Xitoyga 1405-yilda yo'lga chiqdilar. Ana o'sha paytda 800 ming askar bo'lgan u kishini. 800 ming askarni boshqarish uchun lashkar boshi sarkardalar bir katta bir to'dasi guruh bo'lganda. Bu endi muntazam qo'shin, to'g'rimi? Doimiy bu. Doimiy bu asrlarga nisbatan bu juda katta armiya. Bu lashkar emas bu. Lashkar mana Mo'g'ullarda bo'lgan, u Hashar deb nomlangan. Ba'zan yordamga keladi. Hasharning yana bir ma'nosi borki, o'sha yurish davrida faqat keladi. Mo'g'ullar bir taktikani ishlatganda ular. Muayyan bir qal'ani, shaharni olish chog'ida qiyinchilik tug'ilgan paytda
ularni doim qo'lida asirlar bo'lgan. Mana asirlarni haligi живой щит deydi ruslar deyapti. To'ppa-to'g'ri jonli qalqon. Jonli qalqon sifatida o'zlarini askarlashgan oldiga qo'yib qo'yganda. Endi u qalada mudofaada turganlar biladiki, bu kelayotgan hammasi asirlar. O'zini odam ekanligi bilgan. Otasi, onasi, buvisi, xolasi va hokazo. Shuning uchun ular otishdan o'zlarini tiygan. Ana shunaqa qilib ular shaharlarni, qal'alarni shu yo'sinni mo'g'ullar olgan. Hazratda bunaqa taktika umuman yo'q. Bunaqa g'irromlik bilan demak shu qal'alarni taslim qilish yo'lidan u kishi doim voz kechganlar. Hattoki hujumdan oldin xat jo'natgan-ku. Doim biror bir hisor bo'ladimi, qal'a bo'ladimi, shahar bo'ladi, uni hokimiga, darug'asiga xat yuborilgan. U palonchi men keldim. Turkistonni mana buyuk haligi sultoni Amir Temur bo'laman, Temurbek. Amir Temur, Temurbekman. Mana agar sen mana shu bizni talablarimizga javob berib, oq bayroq ko'tarib chiqadigan bo'lsang, senga omonlik beraman dedi. Aks holda unda ikki tomonning qoni to'kiladi degan juda ko'p doim nomalar elchilar orqali boraverganda, elchi orqali. Ba'zi bir endi Amir Temurning hali bag'ri kengligini bilganlar shu yo'sinda o'zlarini hali jangsiz, urushsiz qal'alarini, hisorlarini topshirgan. Bu juda ko'p tarixiy manbalar. Hatto ularga keyin marhamat qilingan. Shunday shu marhamat o'zini joyida qolgan. Qolgan ular hokimi sifatida. Shunday bo'ldi, sen davom ettiraverasan, mana shu qal'ani hokimimisan yoki qishloqni oqsoqolimisan, shu ishni qilaver deb bu kishi yana davom etib ketaverganlar-da. Bu endi Temurbekka xos bo'lgan alohida bir xislat bu, jihat deb men buni hisoblayman-da. Chingizxon bunaqa gap yo'q. Qal'ani yoki hisor olgandan keyin o'shalarning hokimlari birinchi keldi, kallasini judo olganda, tanasidan judo qilib tashlagan. Keyin o'zini odamini qo'yib ketgan. Arablar shixna deb qo'ygan, mo'g'ullar darug'a deb qo'yadi. Uni qo'yib ketishganda Amir Temurda mana Turkiyani u kishi oldilar-yu, Turkiyadan chiqib ketdilar. O'g'illarini qo'yib farzandlariga tashlab ketdi. Bo'ldi, endi hokimiyat sizlarning qo'lingizda, davlatingizni o'zing boshqaraver degan fikr bilan chiqib ketdilar-da. Bu olijanoblik deb hisoblayman-da men buni. Bu kamdan kam bo'ladigan bu. Allohdan bu kishiga berilgan hislardan bittasi mana shu. Bag'ri kenglik, rahmdillik, mehribonlik. Ustoz, mana shu bag'ri kengligi haqida Amir Temurda bitta misol aytaman-da. Misol aynan To'xtamishxonni Oltin O'rda taxtini egallashida juda katta rol o'ynadi Amir Temur. Juda katta rol o'ynadi. 2 marta o'ziga qo'shin berib yuborganda egallay olmadi. 1370-yilda bo'layotgan gapda. Keyin qarasa o'zi egallay olmaydi. U nima uchun bu yordamni qildiki, uni shimoliy hududdan unga Mo'g'rov Nahrga tahdid bo'lmasin degan maqsadda. 2 marta egallay olmadi, keyin o'zini eng yaqin kuchli o'sha o'zining sarkardalarini qo'shib yubordi, oxir-oqibat taxtni egalladi. Ana shundan keyin To'xtamishxon xiyonat qildi. U bilan 3 marta jang bo'ldi. Bittasi 1388-yilda, aynan Jizzax yaqinida Achchiq mavzesida bo'ldi deydi. Keyingisi 1391-yilda Qunduzcha jangi, keyin 1395-yil Terik daryosi bo'yida. Oxir-oqibat butunlay tormor qilindi. Qiziq tarafi Amir Temurga undan keyin To'xtamishxondan bir necha bor nima kelgan ekan? Elchilar kelgan ekanki, uni kechirishi bo'yicha. Bir necha bor qaytargan, lekin oxir-oqibat Xitoyga yurishdan avval 1404-yil noyabr oyida o'sha elchiga javob bergan ekanki, men Xitoydan qaytib kelayin, men albatta To'xtamishni qabul qilaman degan. Qarang, o'zi taxtga qo'ydi, o'ziga qarshi 3 marta eng yirik jang qildi. O'zi Amir Temurda butun tuzuklarda ham bu haqida yozadi. Kechirganligi haqida. Butun muhorobalari ichidagi eng katta jang Terik daryosi bo'yicha jangda endi. Eng buyuk jangni shu bilan qildi, lekin oxir-oqibat shuni kechirganligi endi bu haqiqatan buyuk o'sha bag'ri kenglikni ustoz aytganlaridek isboti desak to'g'ri bo'ladi. Endi albatta biz Temur tuzuklarini aytib o'tganimizdan keyin Boburnoma haqida ham to'xtalmasak menimcha to'g'ri bo'lmas. Chunki bugun bizning harbiy atamashunosligimizdagi juda ko'p terminlar, atamalar aynan Boburning o'sha Boburnoma asaridan manba sifatida olinyapti. Marhamat, agar Boburnoma va undagi harbiy atamalar bo'yicha marhamat ruxsat bersangiz, Boburnomadagi terminologiyani o'sha men o'rganganman nomzodligimda ham. Lug'atda ham asosiy Boburnomadan olingan istilohlar. Shu haqida gapiring ustoz. Boburnoma endi bilasiz, bu ensiklopedik asar bu. Garchi u ba'zi bir endi Bobur o'zlarining tarjimai holi bu degan gap ketadi-yu, lekin bu buyuk asar bu.
eski o'zbek tilida bitilgan eng haligi buyuk asarlardan bittasi o'sha davrdagi tilimizning holatini ochib beradigan asar bu. Endi Bobur bilasiz, umrini shu boshidan oxirigacha faqat Hazratga o'xshab, bobolariga o'xshab otishib o'tdi, jangu jadal. Bir kun bir joyda tin olgan emas. Hatto Boburnomani ham egar ustida yozilgan asar deb aytishadi. Ana endi bu Boburnomadagi terminologiya tizimi bu bevosita Sohibqiron Amir Temurning armiyasida bor bo'lgan terminologiya aynan o'zi. Bu yerda deyarli o'zgarish yo'q. Ana endi Amir Temur hazratlarining o'sha haligi qo'shin tuzilishi bor-ku. Boyvoy paradik deydi ruslar buni. Jang maydonida jang tarkib deyishadi. Shunga agar bir nazar tashlaydigan bo'lsak, endi qadimgi Rum bitiklarida hammasi turkiy so'zlar. Bu yerga endi Mo'g'ul, Chingizxonning ta'siri bor, Armen ta'siri bor-da. Mana avangardda u kishi nima deb beradi? Xeravul deb beradi. Oldinda qorovul. Avanpost degani. Bu qorovul degan razvedka bilan shug'ullanadigan yengil askarlardan tashkil topgan kichkina bo'linma. U 4 ta bo'lishi mumkin, 10 ta bo'lishi mumkin. Bu yengil askarlar, yengil qurollar bilan qo'llangan. Undan keyin xeravul keladi, bu avangard degani. Asosiy haligi dushmanning dastlabki hujumini shu qabul qilib oladi. Ana undan keyin keladi, o'ng tomon bor. Mo'g'ullar barangar deydi, Temur hazratlari ham barangar turibdi. Chap qo'l bor, juvang'ar. Boburda qanday ishlatiladi mana shu? Aynan shunday turibdi. Ha, shunday ishlatiladi. Lekin mana turkchasiga hozir kelaman. O'ng qo'l, chap qo'l, avangard. Endi markaz. Temur hazratlari bu qo'l. Mo'g'ullardan kirgan. Bu kishini qinig'iga aylantirib g'o'l shaklda beradilar. Bu yerda asosan mana oliy boshqarmaning markazida turgan. Temur hazratlari ham ana shu markazda turib, u kishining yonida uni ayollari, u kishining ayonlari yirik sarkardalar va u yerda albatta u kishining bayrog'i tikilgan. Balandroq bir joyga bayroq tikilgan. Shu rosti bilamizki endi uni 3 ta halqadan iborat tikilgan va u yerda doimiy harbiy orkestr, cholg'uvchilar musiqa chalib turishgan. O'zi biz ham mana shu qarorgohimizga Temur bayrog'ini biron joyga qadab qo'ysak to'g'ri bo'lar ekan. Ana endi bu 4 ta bo'ldimi? Ana undan keyin endi orqada ariergard degan narsa bor. Mana bu kishi yaxshi biladilar. Bu zaxira qismi. Bu chaqdavul deb ataladi. Mana Mo'g'ullar olyapti-da. Lekin Alisher Navoiy Hazrati Hamsa asarida Sadd Iskandariy degan doston bor. Boshidan oxirigacha Iskandar yurishlari bilan bog'liq bo'lgan. Ana bu yerda bu terminologiyani biroz o'zgargan shakli bor. Mana o'ng qo'lni u kishi o'ng qo'l deb beradi, ba'zan chap qo'l deb beradi. Yoki so'l qo'l deb beradi. Chap ishlaymaydi, so'l qo'l deb beradi. Deysizmi? Mashhur hujjatlari bor-da. Endi Bobur hazratlari mana shu ma'lum darajada shu jangovar tartib o'zgartirish kiritganlar. Ana bu yerda so'l, o'ng yon, so'l yon degan terminlar ham bu yerda ketyapti. Ya'ni demoqchimanki, mo'g'ulcha istilohlar bilan turkcha terminlar endi omiqda bo'lyapti yerda, sekin-sekin bo'lyapti-da. Endi Bobur hazratlarining mana shu bilasiz, askarlar soni ko'p bo'lgan emas. Endi eng maksimum deymiz 10 ming yoki 12 ming. Endi lekin o'zidan bir necha barobar katta qo'shinmi? O'sha Dehlida, Ponipatda bo'lgan jangda 100 ming askarga qarshi jang qilganlar. 10 barobar farq. 100 mingga qarang-da. Ibrohim Lodi bilan Ponipatda jang qilgan. Yana ular qanaqangi qo'shin bilan kirgan? Fillar bilan, ha? Hozirgi og'ir artilleriya deymiz. Shunday. Endi bu yerda bitta tomoni bor. Bobur hazratlarining mana shu o'ziga xos bo'lgan taktikasi, bu kishi o'qchilarga, ya'ni tufangchilarga katta ahamiyat berganlar va bu kishida qurol yaroq, o't sochgan qurol yaroqlar bo'lgan, pushkalar bo'lgan. Turlar bo'lgan, qozon deydi, farangi deydi. Farangi degani Yevropadan olib keldi degani ular. Shular hisobidan u kishi peshingacha Ibrohim Boburda ilm fanga ham e'tibor qaratilganligini ko'rish mumkin. Albatta. Qo'shinni faqat harbiy emas, ilmni shuni o'sha zamonaviy qurollantirdi-da Bobur. Masalan, o'sha yerda aytadiki, mana miltiqlarni birinchi marta qo'lladi, zambaraklarni qo'lladi. Qo'shimcha aynan o'sha ajdodlarning merosini yaxshi o'rgandida aytadiki, men deydi Mo'g'ullardan deydi to'lg'amani o'rgandim degan o'sha narsani o'zbeklardan, Shayboniydan o'rgangan. Shayboniylardan. Ana shu gapni aytadiki, bu to'lg'ama nima uchun Hindistonliklarni yoki hindlarni sarosimaga solib qo'ydi desa, ular hech qachon bu shaklda jangni ko'rmagan.
ya'ni dushmanni aylanib o'tib orqa tomondan zarba berish usuli. Bu taktika judayam aynan bu narsani o'sha Bobur nomida juda ko'p ta'kidlagan va bu haqiqatdan ham o'sha jangni hal qiluvchi rol o'ynagan. Bo'lmasa 12 ming qo'shinga nisbatan 12 ming qo'shin 100 ming qo'shinga qarshi kurashganligi va ularda jangovar fillar borligi va jangovar fillarga qarshi maxsus o'sha mudofaa tizimini yaratganligi bu juda katta qadam edi o'sha payt. Men endi domlaning gaplariga bitta qo'shimcha qilaman. Bu to'lg'ama u kishi yozyaptilar-da. Bu Saripulda bo'lgan jangda. Saripul jang Samarqand yaqinida. Samarqand bilan Jonboy o'rtasida Saripul degan joyda bu jang bo'lgan. Bu jangda Shayboniyxon kattaroq edi, lashkarning soni ko'proq bo'lganda, Boburga nisbatan kamroq bo'lgan. Endi mana shu yerda u kishi aytayaptiki, o'zbekning deydi, urushda bir ulug' hunari bor, u ham bo'lsa to'lg'amadir deydi. O'zbek degan u Shayboniyxonni nazarda tutyapti. Ko'ryaptilar flang. Endi bu flang Bobur uchun yangilik emas edi. Bu ya'ni jangovar tartib ilgari 5 qismdan iborat bo'lgan. Klassik 5 qism bo'lganda, arablarda ham, Makedonsiyada, Yuliy Sezarda ham 5 qismdan iborat bo'lganda, Chingizxonda ham 5 ta bo'lgan. Lekin mana shu 5 dan 7 taga aylantirilgan sohibqo'ron bo'ladilar. Birinchi marta shu kishi mana o'ng qo'l bilan chap qo'lga qo'shimcha otliqlarni qo'ygan va uni Qunbul deb atagan. Qunbul. Qunbul degani aylanib o'tgan degani. Va orqadan aylanib o'tib, undan orqadan markazga hujum qilish, orqa tarafdan. Mana dushmanni orqasidan zarba beradi. Bu yoqdan oldindan avangard boryaptimi? Uni nima qildi? Iskanjaga tushib qoldi dushman. Buni Hazrat birinchi qo'llaganlar. O'sha Qunduzcha jangida. Birinchi jangida qo'llagan. Juda katta bu o'ziga xos bo'lgan bu novatorlik. Mana harbiy san'at, harbiy ishlagan fan bor-ku, Hazratni olib kirgan katta ulushi mana shu. Buni Napoleon qo'llagan. Sharqqa yurish qilyapti. Ivanin yozyapti. Ivaninning bir kitobi bor. Ikki buyuk sarkarda degan. Ikki buyuk sarkarda degan. Chingizxon bilan Temur haqida gap ketdi. Ana shunda aytayaptiki, Napoleon shu sharqqa yurish qilishdan oldin Temurning tuzuklarini o'rgangan va shu mana Qunbul, ya'ni aylanib o'tishi o'zlarini janglarda qo'llagan joyi bor. Endi qarangda, mana shu oldin Qunbul bo'ldi, keyin to'lg'ama bo'ldi. Keyingi davrga kelganda u nomi o'zgardi, uy munguzi bo'ldi. Uy degani sigir degani, buqa degani. Ikkita shoxi bor-ku. Qarang, bu dushmanni mana shu uy munguzi holatda deydi. Ogahiy aytadi, qaz qanoti deydi. Ya'ni g'ozni qanoti. Mana g'oz qanotini yozganda qarangda, bu yerda asosiy kuchlar ikkita qanotida mana orqada aylanishga xizmat qiladi. Mana bu taktika o'ziga xos bo'lganda, shakl o'zgaryapti, ya'ni terminologiya o'zgaryapti, lekin mazmun qolyapti. Ana shu birinchi, demak, Amir Temur hazratlar qo'lladi, Shayboniyxon uni qo'llab nomini to'lg'ama dedilar. Hali to'lg'oq degan narsa bor, juda odam ahvol yomon. Endi keyingi davrda uy munguzi, uy degani yana qoramolni shoh munguzi degan ishlatamiz-ku. Hozir shohni ishlatamiz. Munguzi shevola ishlatyapti-ku. Va qoz degan g'oz degani. G'oz qoz qanoti. Men o'shaligi o'zbek harbiy terminologiyasiga qo'llanmanda shuni berganman, shakliga berdim-da. Bugungi shu harbiylar shu bilsin shu terminlarni. Albatta. O'zligini bilmasdan turib, o'zini o'tmishini bilmasdan turib, bu tom ma'noda vatanparvar bo'la olmaydi. Bu bo'lish juda murakkab. Bo'lmaydi-da. Qurol ishlatishi mumkin, katta salohiyatga ega bo'lishi mumkin, lekin qalban vatanparvar bo'la olmasa, u vatanning ishonchli himoyachisiga aylana olmaydi. Endi biz bevosita mustaqillik davri harbiy atamashunosligi haqida suhbatga o'tmoqchimiz, suhbat mavzusiga. Lekin bundan oldin meni qiynayotgan bitta mavzu bor-da. Mana ona biz uchun dunyodagi eng aziz zot. Biz faqat ikkitagina muqaddas narsaga ona so'zini qo'shib aytamiz. Ona vatan, ona tilimiz. Shunday. Demak, shunchalik aziz. Bugun ona vatanimizni qo'riqlayotgan posbonlar bor. Uning chegaralarini mustahkam, ishonchli qo'riqlayapti. Ona tilimizni ham qo'riqchilari bormi? Va bu qo'riqchilar qanchalik himoya qilyapti bizni ona tilimizni? Ustoz? Endi mana siz yaxshi bilasiz, 1989-yilda hali mustaqillikka erishmasdan 2 yil avval biz mana shu o'zimizning ona tilimizga davlat tili maqomini berdik. Bu juda tarixiy voqea bo'lgan. Tarixiy voqea, chunki hali Moskvaning ta'siri shunday turgan edi. Shunga qaramasdan o'sha ziyolilar,
yozuvchilar, shoirlar, o'sha jurnalistlar, tilchilar, adabiyotchilarning sa'y harakati bilan mana shu ish amalga oshirildi-da. Endi bilasiz, davlat tili haqidagi qonuniy hayotga tatbiqi shu mustaqillikning dastlabki yillarida juda kuchli bir holatda amalga oshirildi. Alohida atamashunoslik qo'mitasi tashkil topgan, xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining huzurida. Uzoq yillar faoliyat ko'rsatdi, samarali faoliyat ko'rsatdi. 2008-yilgacha faoliyat olib bordi. Bu qo'mitaga topshirilgan maqsad nimadan iborat edi? Endi bilasiz, Sho'roni davrida juda ko'pdan ko'p, demak, biz G'arbiy Yevropa tillarida rus tili orqali hamma sohaga so'zdan o'zlashtiraverdik. Ayniqsa terminologiya masala juda murakkablashib qolgan edi-da. Shundan keyin mana shu atamashunoslik qo'mitasi turli sho'balari bor edi. Men mana shu harbiy va sport sho'basida o'sha paytda qatnashganman. Juda ham ko'pdan ko'p so'zlarni o'sha paytda kiritdik, hayotga tatbiq qildik. Deylik, mana ijtimoiy siyosiy terminologiya harbiy bilan deyarli yonma-yon yuradi, ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Mana oblastni o'rniga viloyatni biz kiritdik. Rayonni o'rniga tumanni kiritdik. Juda tez qabul qilindi. Nohiya qabul qilinmadi. Yo'q. O'sha paytda bo'lmasa rasmiy atama sifatida kiritildi, lekin xalq qabul qilmadi. Nohiyani talaffuzini ba'zan buzib talaffuz qiladiganlar bor-da. Ba'zi bir bizni shevalarimizda O harfi ayniqsa o'sha paytda rahbarlar juda bizni talaffuz qilardi. O harfi yo'qda. Shuning uchun quloqqa boshqacharoq u kiradigan bo'ldi. Shuning uchun tumanni qoldi. Tuman endi o'zimiz qadimiy. Shunday. Tumanning 3 ta ma'nosi bo'lgan o'tmishda. Birinchisi 10 ming kishidan iborat qo'shin. Ikkinchisi 10 ming aholi yashaydigan bir hudud. Uchinchisi endi mana Eronda 10 ming degan tuman degan pul birligi bo'lgan. 10 ming demak dinor. Bizning yozma adabiyotlarimizda ko'p tuman deb ishlatiladi. Endi shuning uchun nima uchun biz tumanni qoldik? Chunki o'zimiz sof. Nohiya arabiy so'z-da. Shuning uchun arabiy. Agar mana endi deylik oblastni o'rniga yoki tumanni o'rniga, rayonni o'rniga buni kiritsa yana Xo'ja Ali o'sha qolaveradi-da. Shuning uchun tumanni kirganini biz ma'qulladik. Endi hokimni kiritdik, hokimiyatni kiritdik, qarang-da. Vazir ham juda tez va xalq jonidil qabul. Vazirni ilk bor ishlatilishi 11-asrda Qo'dadig'i birligida turibdi-da u yerda. U yerda bitta mana shu vazir ma'nosini ikkita so'z bilan ifodalaydi. Biri yo'g'urish deydi. U turkiy so'z. Keyingi davrga kelganda keyin hali vazirning qo'llanishi foqlashib ketgandan keyin haligi to'g'rishi iste'moldan chiqib chiqardi. Bu tilda ham shunaqa kurash ketadi-da. Ham jarangdor so'zda. Vazir, mana vazir hozir ham ministr degan hech kim ishlatmaydi. Hamma vazirga o'tib ketdi. Va ministrdan salobati kattaroq turadi. Shunday. Harbiy terminologiyada shu narsani biz ko'ryapmiz. O'sha yerda biz ko'p so'zlarni, o'sha terminlarni harakat qildik o'sha paytda kiritishga, lekin uni sizni ham tilingizdan eshitmoqchiman boya savolimga javobda. Mana aytdik, vatanni qo'riqlovchi harbiylarimiz bor, posbonlarimiz. Tilimizni qo'riqlovchilar. Albatta. Endi menimcha tilimizni qo'riqlovchilar faqat aynan filolog olimlar deb qaramaslik kerak. Bugungi kundagi mana shu jamiyatimizni ziyoli qatlamini juda ko'pchiligi men aytamanki, aynan tilimizni himoyachilari va aynan vatanparvar odamlar deb hisoblayman-da. Men aytgan bo'lardimki, tilimizni posbonlari har birimiz bo'lishimiz kerak. Agar har birimiz oilamizda, o'zimizning nutqimizda ona tilimizga hurmatimizni va himoyachi ekanligimizni his qilib aks ettirib tursak, ona tilimizning nufuzi oshsa oshadiki, kamaymaydi. Lekin bugun ming afsuski, mana qarang, yaqinda o'qigan axborot, oxirgi yillarda Toshkent shahrida rus tilidagi sinflar, maktablar soni ko'payib ketdi. Hozir 46% ga yetibdi. Qayerga ketyapmiz? Ota-onalar nahotki o'zimizning ona tilimizga, o'zini farzandlariga ota-onasi, ajdodlari qo'llagan tildan saboq olishni istamayapti. Bu fojia emasmi? Olimjon shu yerda bir fikrni aytmoqchiman. Chet tilni o'rganish albatta zarur, kerak. Bugungi kunda chet tilni bilmasangiz, siz ishingiz yurishmaydi. Albatta, lekin bu ona tilimizni unutish hisobiga emas. Xorijiy tilni o'rganish ming-bad ona tilining hisobidan bo'lmasligi kerak degan joylar bor-da. Bilasizmi? Mayli bir poliglotda yaxshi bu. Ya'ni ko'p til, yana Navoiy hazratlari ham poliglot bo'lganlar, Bobur hazratlari ham va boshqa buyuklarimiz Ibn Sinolar, Beruniylar faqat ona tili, shu bilan bir qatorda Yunon tilini bilishgan, grek tilini, arab tilini, fors tojik tilini bilishgan-ku ular. Bu degani ona tilingni esdan chiqarib qo'ygan, ko'chada yozuvlarni hammasini inglizcha, ruscha qilgin degan gap emas-ku. Qarang, ko'chaga bir chiqing hozir,
to'g'ri, Toshkent bu megapolis, katta shahar, poytaxt. Hozir 5 millionga yaqin aholi yashayapti bu yerda. Turistlar kelyapti, to'g'rimi? Lekin yozuvlarni hammasini ularning tilida qilish shart emas. Shuning uchun ham so'rayman-da, tilimizni posbonlari kim? Ular nega maydonga chiqmayapti, himoya qilmayapti? Xullas, mamlakatimiz mustaqillikka erishdi. Milliy armiyamiz tuzildi. Lekin afsuski, milliy armiyamiz milliy atamalarni qabul qila olmadi uzoq yillar. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, olimlarimiz tomonidan faol ish olib borildi. Jumladan mana 2007-yilda harbiy atamalarning izohli lug'ati ilk bor nashr qilindi. 2021-yilda o'zbek harbiy terminologiyasi domla bevosita o'zingizning rahbarligingizda bu qo'llanma tayyorlandi, chop etildi. Bugun mana Temurbeklar maktabida bu alohida o'qitilmoqda. Bugungi kunda ham mana sizning shogirdlaringiz bilan bu borada izlanishlar olib boryapsiz. So'nggi yangiliklar harbiy atamashunoslik borasida nimalar amalga oshirilyapti? Qanday ahvoldamiz? Millatimiz yuqorida ham aytdik, o'ta jangovar. Biz o'tmishimizni bilmasdan turib 3-renessans qura olmaymiz. Çünkü tariximiz o'zi buyuk bo'lganda, birinchi renessans biz yaratdik, ikkinchi renessans biz yaratdik, endi uchinchisini quramiz deyapmiz. Endi shu ajdodlardan qolgan juda katta bizda meros bor. Ana shu merosimizni ichiga kirishimiz kerak. Faqat uni mutaxassislar o'qib, o'shalik o'zini fikrini tor doirada qoldirish menimcha maqsadga muvofiq emas. Buni kengroq bir yo'sinda olib chiqishimiz kerak edi. Menga qolsa shu to'g'ri, endi mablag' degan masala borda endi bu yerda. Lug'atlarni sonini ko'paytirish kerak. Bugun dunyoda tilshunoslikning rivojlanishi. Uzr, mana shu hozir mablag' masalasi so'z ketganda, hozir mana grantlar e'lon qilinyapti. Masalan, harbiy yo'nalish bo'yicha alohida grantlar bor. Nega mana shu grantlar orqali mana shu tadqiqot olib borish mumkin emas? Endi bu tadqiqotlarni menimcha bu harbiy soha bilan bog'liq bo'lgan tadqiqotlarni hammasini soha bo'yicha grantlar bor. Bir markazlashtirish kerak edi. Bir markazlashmasa bo'lmaydi. Shunday. Hali ruslar aytadi samodeятельность deydi. Xoskorlik bilan bir ish amalga oshirib bo'lmaydi. Bu buyurtma bo'lish kerak edi men nazarimda. Endi hozir hamma biladi, O'zbekistonda mana shu soha bo'yicha kimlar yetakchi, kimlar shu yo'nalish ishlar olib boryapti. Kimlarga suyansa bo'ladi, ulardan muayyan bir naf kimlardan tegadigan tadqiqot olib boradi. Shuning uchun bir reja bo'lish kerak-da. Mana hozir 30-yilga yoki 40-50-yillarga oid bo'lgan rejalar tuzyapmiz, to'g'rimi? Respublikaning iqtisodiyotini strategiya. Shu sohani menimcha Qurolchilar akademiyasi hozir universitet bo'libdi-ku, mutaxassislar bir yoqdan bosh chiqarib, muayyan bir to'xtamga kelmasak bo'lmaydi. Shu sohani mutaxassis bo'lgan uchun o'zim chiqaraman lug'atlarimni. Gap ochiq-da. Bundan xabaringiz bor. Mana sizga shuning uchun alohida rahmat. Mana shu atamalar eng ko'pini qaysi manbadan olgansiz? Ben bu manbalarni taxminan mana 7-asrdan 19-asr oxirigacha olgan. 50 dan ortiq manbadan olganman. Eng ko'p murojaat qilgan manbangiz qaysi? Eng ko'p murojaat qilgani bu Temuriylar davri albatta. Temuriylar. Chunki Temuriylar davrida manba tilimizga yaqinda. O'z domla, men eng katta e'tirozim bilasizmi nimada? Mana shu yaratilgan lug'atni haligacha o'sha yetarli miqdorda chop etilmagani. U juda kam nusxada chop etilganda, bu hattoki ilmiy jamoatchilik uchun ham yetarli emas. Men bu lug'atni o'z yonimdan chiqarganman 300 tani. Hech bo'lmasa shuni har bir qo'mondonning, harbiy qism komandirining, tarbiya ishlari bo'yicha o'rinbosarining qo'lida bo'lish kerak. Qayerga borsam bitta borib, endi kutubxonalarda ikkitadan bo'lish kerak kamida. Aynan shu masalada baribir ustoz juda to'g'ri aytdilar. O'sha biz tariximizni bilishimiz kerak-da. Mana aynan o'sha Amir Temur davrini olib qaraydigan bo'lsak, bitta tushuncha bor edi deydi. O'sha manbalarda aytiladi. Demak, harbiylar tili turkiy tili edi. Adabiyot tili fors tili edi. Va iymon, e'tiqod tili bu arab tili edi. Biz mana shundan xulosa qilsak, o'zi shuni o'zi yetarli. Demak, bizni harbiylarimizni haqiqiy atamalarimiz aslida ajdodlarimizda, Temur bobomizda kamida juda mukammal darajaga yetgan edi. Mana bu narsani biz hozir tiklashimiz va uni yangi bosqichga ko'tarishimiz uchun faqatgina ozgina siyosiy iroda kerakmi yoki ma'naviy iroda kerakmi? Dalil aytavering, ozgina emas, qat'iy kerak. Bu narsa, chunki mana boya aytib o'tdik-ku, biz mana o'sha atamalar komissiyasi tarkibida faoliyat yuritganimizda buni hozir qanday qabul qiladi degan ikkilanishlar juda ko'p.
bu ikkilanishlarga to'liq bartaraf etib uni tiklash kerak. Masalan, ayrim ijobiy jihatlarni aytib o'tsak bo'ladi. Bugungi kunda oxirgi yillarda qilindi. Misol uchun milliy armiyamizda qo'shinlarda jangovar hayqiriqlar qayta tiklandi. Avval yo'q edi jangovar hayqiriqlar, lekin o'sha Temur bobomizda ham bor edi, barcha ajdodlarimizda butun o'sha ruhiyatni ko'tarib jangga kirishdan avval qanday hayqiriqlar bo'lgan. Mana hozir tiklandi. Bu ham o'sha harbiy atama nuqtai nazaridan ruxsatlaringiz bilan shu ko'rsatuv davomida, gurungimiz davomida o'sha yangi yaratilgan chaqiriqdan ham bir parcha berib o'tamiz, ruxsat bersalaringiz. O'zbekiston arzonlar o'lkasi bu, onam suyangan eshik, otamning matonati, bolam yotgan qol beshik. Vatan mening shonimdir, qanday oqqan qonimdir, har qarichi muqaddas, nomusimdir, olimdir. Men hozir ikkalangizni ham fikringizni tinglab shunday xulosa qilyapmanki, demak eng katta muammo bu islohotlarni amalga oshirishda bugun atamashunoslik borasida idoraviy sustkashlik degan fikrga kelyapman. Demak, bugun harbiy tizimda lotin yozuviga o'tish muammosidan ham ko'ra muhimroq bu atamalarning milliylashuvi. Chunki mana hozir o'zingiz aytdingiz, harbiy til bu turkiy til bo'lgan. Dunyo temur tuzuklarini o'rganayotgan bo'lsa, nega biz bu ishlarni paysalga solishimiz kerak yoki tezroq bu masalada qadam qo'ymasligimiz kerak degan tabiiy savol tug'iladi. Yana bir muhim masalaga to'xtalmoqchiman. Mudofaa vazirligi mana oliy harbiy ta'lim muassasalari tomonidan qadimiy harbiy atamalarni, umuman turkiy til atamalarini bir katalogini tuzish kerak, bir tasniflash kerak. Bu juda ham muhim bo'lgan ilmiy tadqiqotlardan biri bo'lib turibdi. Nima deysiz? Endi to'g'ri, harbiy terminologiyani 100% hammasini turkiylashtirish ham juda murakkabda. To'g'ri. Endi imkon qadar shuni muqobilini topishimiz kerak-da. Mana endi qadimdan juda ko'p bosqichlarni boshimizdan o'tdik. To'g'ri, endi til bir joyda depsinib turadigan bir hodisa emas-da bu. Jamiyatda qandaydir o'zgarish bo'lsa, albatta u birinchi galda o'zini, demak, inkosini tilda topadi-da, tilning leksik qatlamida topadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, misol berayman men sizga, avangard degan so'z bor. To'g'rimi? Qo'shinning ilg'or qismi. Ilg'or qismi. Endi bu ko'pchilik bu fransuzlardan kirib kelgan deydi. Lekin men Mirzo Ulug'bekni To'rt ulus degan tarix asari bor. Ana shu yerda Jo'jixonning janglaridan birida o'ng qo'lda ular deydi avangard beryapti u kishi. Qarang-da, avangard beryapti. Men o'ylaymanki, demak mana shu avangorni fransuzlar bizdan olgan aslida. Ya'ni javong'or dedik-ku, mana chap tomonni o'zi burang'or bo'lish kerak, lekin Ulug'bek Mirzo uni avang'or deb beryapti. Shunga o'xshagan demak jihatlarga biz bir e'tibor qaratib, bu aslida bu fransuzcha so'z emas, aslida fransuz balki bizdan olgan bo'lishi mumkin degan bir iddaolar bilan, endi to'g'ri iddaoni endi haligi men to'g'ri ma'noda aytyapman, chiqsak yomon bo'lmaydi. Endi qarang, yana bir qator terminallar ishlatyapti. Bomba degan, uni ogahiy qumbira deb beryapti. Nimaga bombani o'rniga qumbirani ishlatish mumkin emas? Nimaga? To'g'rimi? Tarixiy manbalarimizda tarixiy manbalar turibdi. Yoki mana kokteyl molotov deyishadi. To'g'rimi? Hali shishani ichiga nimadir yonuvchi modda solasiz, otsangiz tank ham yonadi, butlar ham yonib ketadi. Shuni endi Navoiy Hazrat qorura deb beryaptilar. Qorura andoz deb beryaptilar. Qorura haligi molotov shishasini otadigan qorura andoz. Andoz degan to'g'ri endi boshqa tildan kirgan otuvchi degan endi. Rad andozga o'xshaganda, rad uchun bilasiz endi dastlabki zambarakda. Ustoz, shu yerda yana bitta so'z bor, o'sha haqiqatdan ham mana bizda jangovar o'sha hayqiriqda bitta so'z bor-ku, urro, urro, urro degan so'z. Mana shuni tarix haqida ham aniq, mana ko'pchilik ham eshitgan bu haqida. Aynan o'zi nimadan kelib ketdi desa, aslida o'sha turkiylardagi o'sha oldinda ketayotgan urho ur degan. Urho ur. U dushmanni o'zi bir davrda qabul qilingan. Urra deyman, hozir ham har yil bo'ladigan Moskvadagi haligi 9-yilda bo'ladigan paradda yoki haligi ko'rikda urra deydi ular. Hazrat shuni qo'llaganlar. Biz shuni yaxshi bilmaymiz. Men Sivas
Turkiyaga ketyaptilar. Sivasda katta bir ko'rik o'tkaziluvchi. 3 kun davom etgan ko'rik. Bu 1 soat yetyapti-ku Putinnik. Har bir bo'linmani oldiga borib qo'shinni. Zamonda ham haligi peshag'armi, katta balandlikda turib o'sha qo'shinni o'tkazgan. Shunaqa. Men Sivasga haligi bu kishi aytdi, to'g'ri, endi Sivasda juda katta taxminan endi soni bu yerda aniq berilgan emas. Eng haligi Temur hazratlarining katta qo'shinining yurishi 91-yildagi 250 ming va Terikdagi 250 ming. Ikki tomondan 1,5 million qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganda, ana shu endi ko'rik paytida u kishi har bir mana kelyapti Amir Sayfiddin yoki Shoh Malik yoki Shoh Nuriddin yoki Sulton Muhammad Mirzolarni qo'shinlarni oldidan o'tyapti. Hammasi deydi, bu kishi borgandagi ular deydi, nido ovoz chiqaryapti deydi. Belosov borganda bor edi, Chaykada bor, urra, urra deydi-ku. Ular bizdan olgan buni. Qarang, eng qizig'i ura bizdan olingan Urxovurdan. Lekin shunday davr bo'lganki, bizda milliy armiyamizda shu ura so'zdan voz kechilgan. Go'yoki xorijdan kirib kelgan ajnabiy so'zdan voz kechilgan. Asli mana o'zimizniki urmoq fe'lidan. Mana hozir qayta tiklandi, mana shu qayta tiklandi. Bundan voz kechib bo'lmaydi-da. Birovga bersangiz olib ketaveradi u. Shunday. Mana domla hozir sizni fikrlaringizni eshitib bitta qarash paydo bo'ldi. Biz hozir ko'proq ichki manbalarga va ichki olimlarimiz tadqiqotlariga suyanyapmiz, lekin biz yaqinda Amir Temur qo'shinlarida ma'naviy, axloqiy jihatlarni o'rganish bo'yicha ilmiy amaliy konferensiya o'tkazdik xalqaro miqyosda. Xorijiy olimlarning fikridan shuni angladimki, bizning tariximiz bo'yicha juda katta tadqiqotlar olib borilmoqda. Aynan mana shu harbiy atamalar bo'yicha ham xorijiy olimlarning bir tadqiqotlariga murojaat qilindimi? Bu bo'yicha men o'ylaymanki, albatta ularda qanaqadir tadqiqotlar bo'lyapti. Amir Temur hazratlarining harbiy yurishlari bilan bog'liq bo'lgan bir qator ishlar amalga oshirilgan. Bu nafaqat O'zbekistonda, Qirg'izistonda ham bu borada ishlar bor. Mana Rossiyada professor Babrov degan odam bor. U kishi mana Amir Temur hazratlarining jangdagi taktikasini o'rganyapti hozir. Mana shular haqida ruslar hozir shunaqa tadqiqotlar olib boryapti. Endi hali Ivaninni aytdim yuqorida, hali ikkita sarkarda Chingizxon bilan Amir Temur haqidagi bu Chor rejasini davrida shu kitoblar ularda hozir akademiyada o'qitilyapti-da. Endi bilasiz, Temur hazratlarini jahon harb san'atiga qo'shgan hissasi juda baland, beqiyosda. Bizni bobomiz tomonidan janglarda qo'llangan taktikadan ular foydalangan. Suvorov bo'ladimi, Kutuzov bo'ladimi, boshqalari bo'ladimi-da. Mana qanchalik mana shu milliy atamalarda, milliy harbiy atamalarda agar menimcha muomalaga kiritadigan yoki qaytaradigan bo'lsak o'z o'rniga, bu o'sha milliy ruhni ko'tarishda ham o'sha qo'shinlarimizda, harbiylarimizda axloqiy ruhiy holatini yana bir pog'onaga ko'tarishda xizmat qiladi deb shaxsan ishonaman bu narsaga. Juda ham to'g'ri. Bu narsa juda ham muhim, chunki bu ajdodlarimizni istaymizmi yo'qmi, ularda bor o'sha an'analari davom etayotganligini ular his qilishni boshlaydi shu orqali. Juda ham to'g'ri. Prezidentimiz Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni aytdilarki, harbiy jangovar salohiyat va ma'naviy salohiyat O'zbekiston qurolli kuchlarining ikki buyuk tayanchiga aylanishi zarur dedi. Bu bugungi bizning gurungimizning ham asosi bo'lib xizmat qiladi. Bugun Mudofaa vazirligi bir qator tashabbuslar bilan chiqyapti bu borada. Ancha faollikni qo'lga oldi. Mana yaqinda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi o'sha o'zbek tilini rivojlantirish departamentiga 70 ta harbiy atamani taqdim qildi. Bu o'ylaymanki juda katta ijobiy o'zgarish. Agar komissiya bu atamalarni tasdiqlab bersa, armiyamiz, qurolli kuchlarimiz qabul qilishga tayyor. Shunday. Va men o'ylaymanki bugungi gurungimizga muayyan bir xulosa qilishga birmuncha vaqtli. Chunki bu mavzuda hali fikrlar juda ko'p va vaqtimiz nihoyasiga yetganligini inobatga olib, shu yerda gurungimizni vaqtincha to'xtatamiz. Men o'ylaymanki, gurungni yana davom ettiramiz. Albatta bizni ko'rib turgan tomoshabinlar bu haqda o'zlarining fikr mulohazalarini izohlarda yozib qoldirishi mumkin va o'zlaridagi bor manbalarni va atamalarni, harbiy atamalarni agar izohlarda yozib qoldirsa, biz uni alohida mamnuniyat bilan qabul qilamiz, minnatdorchilik bildiramiz va hurmatli gurungimiz ishtirokchilari yana bir marta qarorgohga xush kelibsizlar. Katta rahmat, sog' bo'linglar.